2018-yil Qalqon Jasorat maktabiga asos soldik. O'zbekiston Respublikasi hududida bir nechta viloyatlarda harbiy maktablarimiz bor. Bulardan Samarqand viloyati, Navoiy viloyati, Toshkent viloyati, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida o'z faoliyatlarini yuritib kelmoqda. Harbiy maktablarimizda 500 dan oshiq kursantlarimiz tahsil oladi. Bu maktablarimiz ichida yotoqxonali maktabimiz ham bor. Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan. Kelajakda elimizga, yurtimizga sadoqatli, mard, jasur o'g'il-qizlarni tarbiya qilib yetishtirish. Yil Qalqon Jasorat maktabiga o'qish uchun kelganman. Bu fursat ichida bir qator sport tadbirlarida ishtirok etib, faxriy birinchi o'rinni olganman. Maktabga kelganimda bo'lim boshlig'imiz serjant Soliyeva Gulchehra bizga ta'lim bergan. Har bir bola bilan alohida ishlagan. Shuning uchun men serjant Soliyeva Gulchehraga havas qilib, harbiy sohasini tanladim. Kelajakdagi maqsadim yaxshi natijalarga erishish harbiy soha bo'yicha. Men ushbu Xalqaro jasorat maktabining ingliz tili o'qituvchisiman. Faoliyatim davomida harbiy o'quvchilar bilan ishladim. Ularga ingliz tilidan chuqur bilimlarni berdim. Shu borada ancha yutuqlarga erishdik bolalar bilan. Qalqon jasorat maktabi bolalar haqida gapiradigan bo'lsak, bolalar ingliz tiliga juda ham qiziqadi. O'zim 3 yildan beri faoliyat olib boraman shu maktabda. Ularga shu faoliyatim davomida ingliz tilini o'rgatishga harakat qildim. Ancha bolalar bilan ham olimpiadalarda qatnashdik. Yaxshi o'rinlarga ega bo'ldik. Qalqon jasorat maktabi o'quvchilari boshqa o'quvchilarga qaraganda ajralib turadigan jihatlari juda ham ko'p. Masalan, ularning jiddiyligi, o'sha formasiga yarasha qat'iyatligi bilan boshqa o'quvchilarga o'rnak bo'la oladi desak bo'ladi. Men Qalqon Jasorat harbiy sport maktabi kursantiman. Hozirda 2022-yildan ochilgandan buyon men bitiruvchi sinfman. Men shu yil o'rtasida o'zimga kerakli fanlarni o'rganib oldim. Otish tayyorgarligi, umum harbiy nizom, saf tayyorgarligi, ma'naviy ma'rifiy tayyorgarliklarni o'zimga bilib oldim. Men hozirda Ichki ishlar akademiya litseyiga topshirmoqchiman. Maktab menga xulq-atvorni, mard va jasur bo'lishni, el-yurtga sadoqatli bo'lishni o'rgatdi. Kelajakda men uchuvchi bo'lmoqchiman. Shu harbiy soha yo'lida ketmoqchiman. O'rtoq serjant, harbiy maktab ertalabki badan tarbiya mashqiga tayyor. O'rtoq kursantlar, hozir oyoq kiyimlari kiyib, tashqariga yugurish mashg'ulotiga, ertalabki gimnastika mashg'ulotlariga safga turamiz. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Qalqon Jasorat harbiy vatanparvarlik sport maktabi Parkent tumanida 2022-yildan buyon o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Bu davrda biz kursantlarimizga otish tayyorgarligi, saf tayyorgarligi, umum harbiy nizom, topografiya, muhandislik, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish kabi harbiy darslarni o'tib boramiz. Hozirgi kunda yotoqxonali maktabimiz ham shakllantirilgan bo'lib, bunda kursantlarimiz soat 5 dan keyin harbiy ta'limdan so'ng yotoqxonada qolib,
o'qish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bundan tashqari yotoqxonamizdagi kursantlarni sog'lom bo'lishini ta'minlagan holda yotoqxona ichida sport zalimiz mavjud bo'lib, ular muntazam ravishda sport bilan shug'ullanib kelishadi. Sababi maktabimiz o'z nomi bilan Qalqon Jasorat harbiy maktabi sport vatanparvarlik muassasasi. Shu jumladan yosh shaxsiy tarkibni sport bilan muntazam shug'ullanish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Hozirgi kunda maktabimizda 40 nafardan oshiq kursantlarimiz yotoqxonada yotib o'qish imkoniyatiga ega bo'lishgan. Ertalab badan tarbiya, nonushta qilishadi, umumta'lim darslariga qatnashadi, tushlikda issiq ovqatlari hamda tushdan keyin harbiy maktab darslarini o'tishadi. Yotoqxonaga kelib o'zlarini erkin vaqtlarida, shaxsiy vaqtlarida kitob o'qishlari, umumta'lim darslarini, harbiy darslardan berilgan uyiga vazifalarini bajarishadi. O'zini shaxsiy buyumlarini yuvish hamda o'zlarini yuvinish imkoniyatlariga ega. Qalqon Jasorat harbiy maktabimizga kerakli bo'lgan hujjatlar, ota-ona pasport nusxalari, bolamizni, kelayotgan o'quvchimizni metrika nusxalari hamda 3-4 rasmi, sog'lig'i haqida ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Maktabga imtihon asosida qabul qilmaymiz. Komissiya bo'ladi. Komissiya ishtirokchilari asosida qabul qilayotgan nomzodimiz bilan suhbat o'tkazamiz. Suhbat asosida o'qishga qabul qilamiz. Kelajakdagi maqsadimiz yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida ularni o'z oilasiga, vataniga sidqidildan xizmat qiluvchi mard va jasur o'g'il qizlar qilib yetishtirish.